Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan maktabgacha yoshdagi bolalarda qo'l harakatini boshqarish nazariyasi bo'yicha tanishib chiqamiz. Bugungi rejalarimiz praksis tushunchasi va uning ahamiyati, praksis turlari, praksisning anatomiya va fiziologik asoslarini ko'rib chiqamiz. Praksis so'zi o'zi yunoncha praksis, ya'ni harakat, faoliyat degan ma'noni anglatadi. Psixologiya va nevrologiyada praksis bu insonning maqsadga yo'naltirilgan ongli harakatlarni tashkil etish va bajarish qobiliyatini bildiradi. Oddiy so'z bilan aytganda, praksis bu harakatni rejalashtirishni, uni amalga oshirish va nazorat qilish jarayonidir. Praksis insonning murakkab faoliyat turlarida yozish, chizish, gapirish, kiyinish, ovqatlanish, buyumlar bilan ishlash, hatto nutq harakatlarini amalga oshirishda ham asosiy rol o'ynaydi. U nafaqat jismoniy harakatlar, balki og'zaki va noverbal nutq harakatlarini ham boshqaradi. Praksisning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi. Harakatni rejalashtirish va muvofiqlashtirish. Praksis yordamida inson harakatini tartiblaydi, ketma-ket qiladi va ularni maqsadga yo'naltiradi. Masalan, yozish jarayonida qo'l barmoqlari harakati, ko'z nazorati va fazoviy yo'nalish birgalikda ishlaydi. Nutq shaklida esa praksis, ayniqsa og'zaki praksis, nutq orqali til, lab, jag harakatini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli praksisning to'liq shakllanmasligi artikulyatsiya nuqsonlar va nutq buzilishlariga sabab bo'lishi mumkin. Kundalik hayot faoliyatida inson kiyinishi, ovqatlanishi, o'yin o'ynashi, asbob-uskunalar bilan ishlash kabi harakatlar aynan praksis orqali ongli tarzda amalga oshiriladi. Kognitiv rivojlanishda praksis bu motor harakat orqali fikrlash, fazoviy idrok va tafakkurning rivojlanishiga xizmat qiladi. Bularda praksisni rivojlantirish bilan bir vaqtda nutq va tafakkur ham shakllanadi. Logopediyadagi ahamiyati. Logopedik amaliyotda praksisni rivojlantirish orqali nutq apparati harakatini aniqlashtirish, tovush talaffuzini yaxshilash va motor koordinatsiyasini mustahkamlash maqsad qilinadi. U orqali inson o'z harakatini boshqaradi, muvofiqlashtiradi va maqsadga yo'naltiradi. Shuning uchun praksisni to'g'ri shakllantirishi, nutq, tafakkur, kundalik faoliyatni normal rivojlanishda asosiy omil hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'sha praksisni rivojlantirish, ya'ni ongli maqsadda mayda qo'l motorikalarini rivojlantirish, qo'l harakatlarini ongli ravishda praksis qilish bo'lsa, ular uchun ko'p qo'llaniladigan, ya'ni mayda motorikalarni rivojlantirish orqali bolalarga mashg'ulotlarni tashkil etamiz. Unda bolalarda o'yin faoliyat, maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati o'yin faoliyati bo'lgani uchun dars jarayonlari o'yin faoliyatida tashkil qilinadi va bolani o'sha mayda motorikani rivojlantirishga asosiy qaratiladi va bolani harakatlarini koordinatsiyasi aniqlanadi va uni to'g'ri yo'naltiradi. Motor harakat praksisi. Bu praksis turli insonning umumiy tana harakatlari, ayniqsa qo'l-oyoq harakatlarini boshqaradi. Motor praksis yordamida inson yuguradi, yuradi, narsani ushlaydi, chizadi va yozadi. U motor zona Brodmanning 4-maydoni predmet, soha va miya-joy faoliyati bilan bog'liq hisoblanadi. Misol uchun, bolalarning ipdan sakrash, yugurish yoki to'p o'ynashdagi muvofiqligi motor praksis darajasiga bog'liq. Motor praksis bolalarda kundalik hayotida, ya'ni sog'lom bolalarda, alohida yordamga ehtiyoj bolalarda har xil rivojlangan bo'ladi. Motor praksisni rivojlantirish barcha uchun juda ham muhim hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqatini, tafakkurini rivojlantirishga hamda jismoniy faolligini oshirishga yordam beradigan, ya'ni harakatlarni ongli ravishda boshqarishga, maqsadga yo'naltirishga yordam beradi motor praksis. Oral praksis. Oral praksis bu nutq apparatining mushaklarining harakatini boshqarish qobiliyatidir. Til, lab, yumshoq tanglay, jag kabi organlarning muvofiqlashtirilgan harakat tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishini ta'minlaydi. Misol uchun, pa, ta, ka kabi tezkor tovush ketma-ketliklari to'g'ri aytish orqali praksisning rivojlanganligini ko'rsatiladi. Bu praksis turli Broka markazi, motor po'stloq va miya yarim sharlarining pastki frontal sohalari bilan bog'liq hisoblanadi. Oral praksis maktabgacha yoshdagi bolalarda asosan
so'zlarni talaffuz qilish yoki gaplarni bir-biriga to'g'ri bog'lay olmaslik yoki tovush kamchiliklari orqali bola oral praksisdagi bir qancha kamchiliklari kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ayrim bolalarda til yuganchasining tortishgan bo'lishi yoki og'izdagi yirtiqliklar, tangnaydagi yirtiqliklar, burundagi poliplar oral praksis, ya'ni nutqni kechikishiga sabab bo'ladi va biz praksis orqali bolada to'g'rilashimiz, nutqini korreksiyalashimiz mumkin bo'ladi. Mimika praksisi. Mimika praksisi bu yuzdagi mushaklarning ixtiyoriy harakatlarini boshqarish qobiliyatidir. Yuz ifodasi tabassum, g'azab, hayrat, hafsalasi pir bo'lish emotsional holatlarni ifodalaydi va noverbal muloqotda muhim ahamiyatga hisoblanadi. Misol uchun, bolaning yuz ifodasi orqali ongli o'zgartira olmasligi yoki mimikasini boshqara olmasligi mimika praksisining yetarlicha rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Ya'ni bola vaziyatni to'g'ri anglay olmaydi va natijada yuz muskullari, misol uchun yig'lagan bolaning yuz qiyofasi kulgan holatda turishi yoki kulayotgan bolaning yuz qiyofasi esa yig'lagan holatda turishi bu mimikaning to'g'ri boshqara olmasligi, ya'ni ongli ravishda nazorat qila olmasligidan dalolat beradi. Grafik praksis. Grafik praksis bu yozuv, chizish va chizmalarga oid harakatlar muvofiqlashtirish qobiliyatidir. Yozish jarayonida qo'l, bilak, barmoq va ko'z harakatlari birgalikda ishlaydi. Grafik praksis buzilishi dispraksiya yoki disgrafiya kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, bola harflarni teskari yozishi, chiziqlari chiqib ketishi grafik praksisni zaifligini ko'rsatadi. Grafik praksis asosan bolalarda dars jarayonlarini tashkil etishda yoki qo'l motorikalarini yaxshilash uchun asosiy rol hisoblanadi. Konstruktor praksis. Bu praksis turi buyumlar fazoda faol joylashtiradi, shakllarni to'g'ri tuzish, yig'ish faoliyatlarini o'z ichiga oladi. U fazoviy idrok va mantiqiy fikrlash bilan chambarchas bog'liq. Misol uchun, bolaga ko'priklarda uycha qurish topshirig'i berilganda u shakllarni joylashtirishga qiynalsa, u konstruktiv praksisni rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Ideator praksis bu maqsadga yo'naltirilgan harakat ketma-ketligini rejalashtirish qobiliyatidir. Inson harakatni boshqarishdan oldin uni ongli tasavvur qiladi, maqsadni belgilaydi va harakatni ketma-ketligini ta'minlaydi. Misol uchun, choy damlash jarayonini bilish, suvni qizdirish, choyni solish, piyolaga quyish kabi ketma-ket harakatlar ideator praksis orqali amalga oshadi. Ya'ni bola biror narsani bajarmoqchi bo'lsa, biror ishni bajarmoqchi bo'lsa, uning avval xayolida uni ketma-ketligini tuzib chiqish kerak bo'ladi. Misol uchun, bolaga biz buyruq berishimiz mumkin. O'rningdan tur, daftarni ol va shkafga qo'y yoki sumkangga sol. Bunda bola nima qilish ketma-ketligini biladi va takrorlagan holatda tayyor xarita orqali bajaradi. Lekin ayrim ishlarni faqat o'zini aytamiz, bola o'zi xaritani tuzishi kerak bo'ladi. Bu ideator praksis. Misol uchun, sumkani olib kel yoki maktabga bor desa, bola maktabga borish uchun nima qilish kerak? Dastlab formasini kiyish kerak, undan keyin yo'lga chiqib maktabga borish kerak, keyin sumkasidan daftar ruchkasini olish kerak. Shu kabi ketma-ketliklarni tuzadi va bajarishi bu ideator praksis. Dinamik praksis. Bu praksis turli harakatlarning tezligi, ketma-ketligi va ritmini boshqaradi. U harakatni avtomatlashtiradi va ritmik muvofiqlashtirishga yordam beradi. Misol uchun, musiqa ritmiga muvofiq harakat qilish yoki tez ayta olish dinamik praksis bilan bog'liq hisoblanadi. Praksis insonning ongli harakat faoliyatini ta'minlovchi murakkab fiziologik jarayon bo'lib, bosh miya po'stlog'i, po'stloq osti tuzilmalari, miyacha va markaziy nerv tizimlarining turli bo'limlarini o'zaro muvofiqlashtirish faoliyati orqali amalga oshadi. Har qanday maqsadli harakat quyidagicha bosqichlarni asosida bajariladi. Harakat rejalashtiriladi, ya'ni g'oya shakllanishi kerak birinchi o'rinda. Keyin harakatni programmalashtirish, ya'ni motor dastur tuziladi. Harakatni amalga oshirish, mushaklar faoliyati bajariladi va harakatni nazorat qilish va tahlil qilish, natijani baholash hisoblanadi. Bosh miya po'stlog'i praksisning eng muhim
markazlarida bosh miya po'stlog'ida joylashgan. Ular quyidagicha ishlaydi: frontal, peshona soha harakatni rejalashtirish va maqsadga yo'naltirish uchun javob beradi. Bu sohada premotor zona joylashgan bo'lib, u murakkab harakat dasturini tashkil qiladi. Shuning uchun Broka markazi nutq protsessini boshqaradi. Motor zona harakatning bevosita bajarilishini ta'minlaydi. Bu sohada tananing har mushak guruh bilan bog'langan bo'lib, ularning harakatlarini koordinatsiyalaydi. Neyrofiziologik mexanizmlar praksisni amalga oshirish uchun neyronlar o'rtasidagi uzluksiz axborot almashinuvi asoslanadi. Harakat dasturi frontal zonalar yaratiladi. U motor zonaga uzatiladi. Effektor yo'llar orqali mushaklarga signal yuboriladi. Natijada esa afferent teskari aloqa orqali miya markazlariga qaytib keladi. Shu tarzda miya harakatni nazorat qilib, uni aniqlik bilan bajarishni ta'minlaydi. Praksisning anatomo-fiziologik mexanizmlari bu bosh miya po'stlog'i, po'stloq osti tuzilmalari, miyacha va periferik nerv tizimi faoliyatining o'zaro uyg'un tizimidir. Bu tizimning bir qismi buzilganda harakatning muvofiqligi, aniqligi, maqsadga yo'naltirilganligi izdan chiqadi. Shu sababli praksis insonning motor, nutq va psixik faoliyatini birlashtiruvchi eng muhim fiziologik asoslardan biri hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.